Ba'zan hayotning tashvishlari bilan bo'lib, Allohning bergan bizga ne'mati, umrimiz, vaqtimizni har xil yugurlarga sarflaymizda asl hayotimizning mohiyatini esdan chiqarib qo'yamiz. Keyin o'zimizni oqlash uchun, balki ichki xotirjamlik uchun, balki ruhimiz yengil tortsin deb turib, o'zimizni oqlashga sabablar ham topib qo'yamiz. Balki bu narsa uchun ertadir, balki bu narsa uchun hali vaqt bor deb o'ylaymiz, lekin hech kim bilmaydi vaqt qachonligini. Oilamiz oldidagi, yaqinlarimiz oldidagi o'zimizni burchimiz, vazifalarimiz bor. Harda ko'ngildayday bekam ko'z bajarishga harakat qilamizda, Allohga tavakkal qilishni esdan chiqarib qo'yamiz. Ba'zan vaqtni birga yetishga harakat qilamiz, hayotiy, dunyoviy qiziqishlarga ko'proq urg'u berib qo'yamiz. Ba'zan shular haqida o'ylash insonni oromini buzadi. Ya'ni nimadandir qolib ketayotganday, nimadandir noto'g'ri qilayotganday bo'lamiz. Narsalar ham aslida juda muhim narsalar.